Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi, hemmimizning xazinesi. Bir yaş yigit chini setib olmoqchi bo'lib, chini do'koniga qarab minibdi. Yigitning qo'shnisi yigitning chini setib olg'ili manganligini bilgandan keyin mundoq debdi. Chini setib olish oson, biroq yaxshi chini tanlash uchun ikki chinini bir-biriga yenik so'qishtirsang, agar inchga ham zil ovoz chiqarsa, demak bu yaxshi chini. Agar zil ovoz chiqarmasa, bu yaxshi chini emas, debdi. Shuning bilan yigit uydan bir dona puchuq chinini elib, chini do'koniga keldi. U qo'shnisi deb bergan amal bo'yicha do'kondagi chinilarni qo'lidagi chiniga so'qishtiribdi. Biroq nihoyat afsus, hech qanday chinidan inchga zil ovoz chiqish u yoqda tursin, nihoyat yoqimsiz ovoz chiqibdi. Hatto do'kondagi eng qimmat, eng yaxshi chinilar bilan so'qishtirsimi, o'xshashla nihoyat yoqimsiz ovozlar chiqibdi. Yigit nihoyat umidsizlanib, boshqa do'konlarga berib qarab boqmoqchi bo'lib manganda chini do'konining xo'jayini uningdan so'rabdi. Yigit, bu sening nima qilganing? Nimishqa bu qochalarni bir-birisiga so'qishtirsan? Yigit nihoyat ko'ranglagan holda qo'shnisi deb bergan yaxshi chini tanlashning amalini do'kon xo'jayiniga deb beribdi. Do'kondor ahvolni tushungandan keyin yigitga bir dona chinni tanlagach, bu chini bilan boshqa chinilarni sinab boqqin. Ishonamanki, cho'qim sen rozi bo'lg'idek chinini topa olaysan, debdi. Yigit bir ishinib, bir ishonmay do'kondor tanlagan chinini qo'liga oldi. Hayron qolarlik shuki, bu qatim yigit so'qishtirgan har bir chinidan inchga, yiqimliq zil ovozlar anglanibdi. Yigit hayron bo'lib do'kondordan so'rabdi. Bu nima uchun? Siz bergan chini bilan sinsam bundoq yiqimliq ovozlar chiqadi. Bu sizning taktikingizmi nima? Do'kondor shundoq debdi. Yigit, bu bakmi oddiy. Sen elib kelgan chini aslida bir puchuq, buzilgan chini. Sen u puchuq chini bilan boshqa chiniga so'qishtirsang, albatta shundoq yiqimsiz ovoz chiqaradi. Agar sen yaxshi chiniga erishmoqchi bo'lsang, oldi bilan sening qo'lingdagi chinimi yaxshi chini bo'lish kerak, debdi. Do'stim, amaliyotda hamma odamning qalbi mushu chiniga o'xshaydi. Boshqalar menga ishonsin, meni hurmatlasin, menga yaxshi muomala qilsin desangiz, avval o'zingizda boshqalar sizga ishongudek, sizni hurmatligudek shartlar hozirlangan bo'lsin.